Qur'oni Kerimdən oxirgi 3 parining tafsiri va musulmonlar uchun muhim bo'lgan hukmlar. Sura Mujadala Madinada nozil bo'lgan 22 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. 1-oyat. Oysha raziyallohu anhoning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Har narsani nihoyat yaxshi anglovchi Allah büyüktürki, men haqiqatan Süellebe'nin qizi Havla'nın qilib atgan sözlerden ba'zilarini anglab, ba'zilarini anglay olmay turatdim. U eri haqida payg'ambar alayhissalomga shikoyat qilib, "Ey Allohning payg'ambari, yoshlik bahorimni tugatdi. Men uningga nurg'un farzand tug'ib berdim. Mana endi men yashnib qolganda va tug'utdan to'xtagan chaqimda u meni zihor qildi. Ey Alloh, men bu haqda senga shikoyat qilaman" dedi. U bu so'zlarni qilib, ancha uzoq o'tmayla Jibril alayhissalom "Alloh haqiqatan eri to'g'risida sen bilan munozirlashgan va Allohga shikoyat qilgan ayolning so'zini angladi. Allah ikkinlarning so'zinglarni anglab turdi. Allah haqiqatan anglag'uchidir, ko'rguchidir" degan oyatni elib tushdi. Uning eri Ansorlardan Avis ibn Samit degan kishi edi. 2-oyat. Sizlardan ayollarni zihar qilganlarning, ya'ni ayollarni onlarimizning uchlariga o'xshash deguchilarning ayollari ularning onlari emasdir. Faqat ularni tuqqan ayollarla ularning onalaridir. Halbuki ular albatta yomon so'zni, yolg'on so'zni qiladi. Ya'ni zihar qilguvchilar onalarini o'zlari bir to'shakda billa bo'ladigan ayollarga o'xshatish orqali onlarga qattiq ihonat qilguvchilardir. Alloh shak shubhasizki tavba qilguvchini afu qilguvchidir, mag'firat qilguvchidir. 3-oyat. Ayollarni zihar qilib, ondan qilgan so'ziga, ya'ni zihar qilganligiga pushaymon qilganlar, ya'ni boshqadan birga bo'lish o'yida bo'lganlar. Er ayol ikkisi yaqinchilik qilishdan ilgari bir qulni ozod qilish lozim. Buning bilan sizlarga vaz nasihat qilindi. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. 4-oyat. Ozod qilishga qo'li yo'q odam, ya'ni o'zida bo'lmasa yoki puli bo'lmasa va yoki setib olay desa bozorda bo'lmasa, ayoli bilan yaqinchilik qilishdan ilgari uda 2 oy ro'za tutish lozim. Ya'ni 2 oy ro'za tutish jarayonida o'zrisiz eg'iz echib qolsa yoki mayli kechada va yoki kunduzda ayoli bilan yaqinchilik qilib qolsa, shu 2 oylik ro'zini qaytadan uzildirmay tutishi kerak. Qiyirliq yoki kasallik sababi bilan ro'za tutishga qodir bo'lolmagan odam 60 miskinga bir vaqt tomoq berish lozim. Ya'ni har bir miskinga bug'doy, xurmo va guruchga o'xshash yemaklikni yarim soatdan pishirib yoki shundoq berib to'yg'izishi kerak. Bu ahkom Alloh va uning payg'ambari amr qilgan ishlarga tasdiq qilishinglar uchun bayon qilindi. Bular Allohning qonunidir. Bu qonunni inkor qilguvchilar qattiq azobga duchor bo'ladi. 5-oyat. Shubhasizki Alloh bilan uning payg'ambari bilan qarshilashganlar ulardan burunqilar halok qilingandek halok qilindi. Biz haqiqatan halol, harom, farz va ahkomlarni o'z ichiga olgan ro'shan oyatlarni nozil qildik. Kofirlar har qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. 6-oyat. U kunda Alloh ularning hammasini tirildirdi. Tirildirilmagan hech biri qolmaydi. Ularning dunyodagi chaqda qilgan qilmishlarini aytib beradi. Alloh ularning qilmishlarini nomi amaliga xotirlab qo'ygan. Ular bo'lsa xotirlab qo'ymag'achqa unutib qolgan.
ular qilgan atganlarni nomi amal daftarlaridan ko'radi. Alloh hamma narsani ko'zitib turg'uchidir. 7-oyat. Allohning osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turadiganligini, osmon ziminda hech narsaning u zotga maxfiy emasligini bilmamsan. 3 odam pichirlashadigan Alloh ularning 4-chisidir. 5 odam pichirlashadigan Alloh ularning 6-chisidir. Mayli uningdan oz yoki ko'p odam pichirlasin, ular qayerda bo'lmasin, Alloh hamon ular bilan billadir. Ularning nima deyishganliklarini bilib turadi. Ondan qiyomat kuni ularning qilmishlarini, ularning pichirlashlarining maxfiy qolmaydiganligini ularga bildirib qo'yish va o'zaro yomon g'arazlik pichirlashlarning daksini berish va yig'latish uchun Alloh ularga aytib beradi. Alloh haqiqatan hamma narsani to'liq bilguchidir. 8-oyat. Pichirlashdan man'i qilingan, ondan man'i qilingan narsaga qaytgan kishilarni ko'rmadingmi? Ayni zamonda musulmonlardan biror kishi yahudlarning oldini o'tsa, u kishining yomonligini gumon qilib qilish uchun ular o'zaro pichirlashatdi. Shuning bilan Alloh taolo ularni bu qilmishidan to'sgan bo'lsa-mu, ular yanmadi. Ular gunoh bilan, ya'ni musulmonlarga dushmanlik qilish, arziyat berish uchun yolg'onchilik va zulm qilishga o'xshash qilmishlar bilan, zulm bilan va payg'ambarga qarshi turish bilan pichirlashadi. Ular sening yiningga kelganda Alloh sana salom qilishda qo'llanmagan so'zlar bilan salom qiladi. Yahudlar kelib payg'ambar alayhisalomga "Assalomu alaykum, sana o'lim kelsin" deydi. Payg'ambar alayhisalom ularga "Va alaykum, sizlarga mi kelsin" deb javob beradi. Ular o'z ichida Alloh nimishqa bu so'zimiz bilan bizni jazolamaydi deydi. Ya'ni ular agar Muhammad haq payg'ambar bo'lsa, nima uchun bizning o'lim tilab qilgan salomimizga bergan sizlarga mi kelsin degan duosini ijobat qilib bizga o'lim avatmaydi deyishidi. Ularga do'zax ularga kifoyadir. Ular do'zaxga kiradi. Do'zax nima degan yomon joy? 9-oyat. Ey mo'minlar, sizlar pichirlassanglar Yahudi va munofiqlardek gunoh, zulm va payg'ambarning amriga xiloflik qilish to'g'risida pichirlashmanglar. Yaxshilik va taqvodorlik to'g'risida pichirlashinglar. Sizlar Allohdan qo'rqinglar. Sizlar uning dargohiga yig'ilasizlar. 10-oyat. Gunoh to'g'risida pichirlashish, ya'ni payg'ambarga osiylik qilish, dushmanlik qilish va gunoh o'tkazish orqali mo'minlarni qayg'uga solish uchun shayton tarafidan bo'lgandir. Bundoq pichirlashish Allohning irodasi bo'lmasa, mo'minlarga hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Mo'minlar Allohga tavakkul qilsin, ya'ni barliq ishlarini Allohga topshirib, shaytonning chiroyli ko'rsatgan narsalarga pisand qilmasdan faqat Allohga sig'inib, shaytonning sharidan panoh tilasin. Imom Buxoriy va Muslim qatorliqlar Ibn Mas'ud raziyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning o'zaro pichirlish haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Agar sizlar 3 kishi bo'lsanglar, birini qartib qo'yib, ikkinglar pichirlashmanglar. Bunda qilsanglar, u kishining ko'ngli yerim bo'lib qoladi. 11-oyat. Ey mo'minlar, agar so'rinda ba'zilar sizlarga o'rin chiqarib beringlar desa, Alloh taolo mo'minlarni so'rinlarda bir-birini qistamay, o'zaro o'rin bo'shtib berishdek go'zal axloqqa buyurib mundoq deydi. O'rin chiqarib beringlar. Alloh sizlarga rahmatini va jannatini kengaytib beradi. Mujohid mundoq deydi. Sahobalar payg'ambar alayhisalomning so'rinda biri-biri bilan baslashatdi.
shuning bilan o'zaro o'rin chiqarib berishga buyurildi. Bu oyatdagi hukm mayli u urush maydonlari bo'lsin yoki zikr so'rinlari bo'lsin va yoki juma xutbasi o'qilgan o'rin bo'lsin, barliq yaxshilik uchun va ajr beriladigan musulmonlar yig'ilgan so'rinlar uchun umumiy bo'lib, har bir kishi ilgari kelib o'ltirib olgan o'rniga haqliqdir. Lekin u qarindoshlarga yenidan o'rin bo'shatib berish kerak. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundaq degan: bir odam o'zi o'ltirish uchun yana bir odamni o'rnidan turg'izib etmasin, lekin yig'ilibroq o'ltirib o'rin chiqarib bersin. Agar sizlarga boshqalarga o'rin bo'shatib berish uchun o'rninglardan turib beringlar deyilsa, o'rninglardan turib beringlar. Ya'ni o'ltirganlarning biraridan ilm ahlilari va fazilat egalari uchun o'rin bo'shatib berish talab qilinsa, o'rin bo'shatib bersin. Alloh sizlardan iymon etganlar va ilm berilganlarni bir qancha daraja yuqori ko'taradi. Ya'ni ilm berilganlarning darajasi dunyoda hurmatli qilish, oxiratda savob berish orqali yuqori bo'ladi. Kimki iymon bilan ilmni o'ziga jam qilsa, Alloh uningga iymonning sababidan bir qancha va ilmning sababidan bir qancha daraja ato qiladi. So'rinlarda obro'li bo'lishi shu darajalarning qatoridandir. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglardan to'liq xabardor. 12-oyat. Ey mo'minlar, payg'ambar bilan maxfiy so'zlashmoqchi bo'lsanglar, oldi bilan yo'qsullarga sadaqa berib, ondan so'zlashinglar. Ya'ni biror ish to'g'risida payg'ambar alayhissalom bilan maxfiy so'zlashmoqchi bo'lsanglar, oldi bilan biror narsa sadaqa qilinglar. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin ahli botillar payg'ambar alayhissalom bilan maxfiy so'zlashishni to'xtadi. Chunki ular sadaqa bermaydi. Islom ahli uchunmi ig'ir keldi. Chunki ularning ko'p qismi sadaqa berishdan ojiz keladi. Ondan Alloh taolo tuvandagi oyatda bu hukmni yengillatib mundaq dedi: bu sizlar uchun yaxshiroqdir va pokroqdir. Agar sadaqa qiladigan narsa topolmasanglar, sizlarga gunoh bo'lmaydi. Chunki Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. 13-oyat. Sizlar Rasululloh bilan maxfiy so'zlashishdan ilgari sadiqalar berishdan kambag'al bo'lib qolamiz deb qo'rqdinglarmi? Muqotil mundaq deydi: bu hukm 10 kun davom qildi. Ondan amaldan qoldirildi. Sizlar sadaqa bermadinglar. Alloh sizlarni afv qildi. Agar sadaqa qilish ig'ir kelsa, namoz o'qinglar, zakat beringlar. Allohga va uning payg'ambarlariga itoat qilinglar. Qilayotgan ishinglardan Alloh to'liq xabardordir. Qilgan ishlaringlarga to'liq mukofot yoki jazo berguchidir. 14-oyat. Allohning g'azabiga uchragan qavmini, ularning do'st tutganligini ko'rmadingmi? Ular Yahudlarni do'st tutgan munofiqlar bo'lib, ular sizlargami va u qavmgami, ya'ni Yahudlargami mansub emas. Alloh taolo ular haqida mundaq deydi: munofiqlar kufri bilan iymon orasida arasalda bo'lib turadi. Na ularga, na bularga mansub emas. Ya'ni mo'minlargami, kofirlargami mansub emas. Sura Nisa 143-oyat. Ular bilib turib yolg'ondan qasam ichidi. Ular biz musulmon deb qasam ichidi yoki biz Yahudlarga xabar yetkazmadik deb qasam ichidi. 15-oyat. Ularning qilmishlarining nacharligidan ularga Alloh qattiq azob tayyorladi. Ularning qilmishlari nima degan yomon. 16-oyat.
Улары ялган qasamlarni qalqon qilib oldi. Улары biz musulmon deb qasam ichish orqali o'zlarining kofirligini yoshirib o'limdan qutulib oldi. Ularning iymonlari faqat dunyoda jonlarini saqlab qoladi. Chunki ularning tillari iymon etgan bilan dillari iymon etmagan. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Ular musulmonlarni ojiz va ahmoq ko'rsatganligi uchun boshqalarni islomga kirishdan to'sib qo'ydi va musulmonlarning shavkitini ojizlashtirdi. Ular har qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. 17-oyat. Ularning mollari va bolalari ularga oxiratda bo'ladigan Allohning azobidan hech narsani dafi qila olmaydi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. 18-oyat. U kunda Alloh o'lganlarning hammasini tirildirdi. Ular dunyodagi chaqlarda biz musulmonmiz deb yolg'ondan sizlarga qasam ichgandek Allohga qasam ichdi. Ular qiyomat kunimi qasam ichib, "Ey Rabbimiz, sening noming bilan qasamki, biz buni qilmadik" deydi. Bu ularning qattiq badbaxt ekanligining sababidandir. Qiyomat kunida barliq narsalarning o'tirg'i chiqishi zarur bo'lganligi uchun amaliyat allaqachon oshkora bo'lib bo'lgan edi. Ular bu qasamning o'zlariga foydasi bo'ladi deb o'ylaydi. Ular yolg'on qasamini dunyoda asqatgandek, qiyomat kunimi azobdan qutuldirib, manfaat elib kelishga asqatadi deb o'ylaydi. Ogoh bo'linglarki, ular haqiqatan yolg'onchilardir. 19-oyat. Ularning ustidan shayton g'alaba qildi. Shayton ularga Allohning zikrini unutildirdi. Ya'ni shuning bilan Allohning buyruqlarini ijro qilmaydi va toatlariga amal qilmaydi. Ular shaytonning qo'shunidir. Bilinglarki, shaytonning qo'shuni ziyon tortquchlardir. Chunki ular jannatni do'zaxga, hidoyatni ozg'unlikqa setib atgan. Ular Alloh va uning payg'ambarlariga yolg'onchilik qildi. Shunga pat yaqinda dunyo va oxiratda ziyon uchraydi. 20-oyat. Shubhasizki, Alloh bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashuvchilar eng xor insonlar qatoridadir. 21-oyat. Alloh Lahul Mahfuzga kuch-qudrat va o'jat keltirish jihatda men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alib qilamiz deb yozdi. Alloh haqiqatan avliyolariga, yaqin bandalarga yordam berishda kuchlidir. Dushmanlar ustidan g'olibdir. 22-oyat. Allohga va oxirat kuniga ishongan bir qavmning Alloh bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashganlarni ularning onalari, o'g'illari, ya qarindoshlari, ya urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutganligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Haqiqatan iymon shunday qilishdan to'sidi. Chunki iymon do'stlik, ota-bolalik, qarindoshlik va urug' tuqqanlikdan kuchlidir. Ana shularning, ya'ni Alloh va Rasulining dushmanlarini do'st tutmaganlarning dillarida Alloh iymonni mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytirdi. Ya'ni Alloh dunyoda ularning dushmanlarini mag'lub qilish orqali nusrat ato qiladi. Bu oyatda ularga ruh bilan deyishdagi maqsad shu ruh orqali ularning ishlari yashnaydi. Alloh ularni ostidan o'z taqlar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Ular u jannatdan hargiz chiqmaydi. Alloh ulardan rozi bo'ladi. Ya'ni ular amal qilishdan ilgari ularga
yaqinda va kelajakda o'z rahmatidan ato qiladi. Yaqinda va kelgusida berilgan ne'matlarning sababidan Allohdan ularmi mamnun bo'ladi. Ana shular Allohning buyruqlarini bejo keltiradigan, dushmanlar bilan jihad qiladigan va uning avliyo do'stlariga yordam beradigan qo'shunidir. Bilinglarki, Allohning qo'shuni dunyo va oxiratda maqsadga erishguchilardir. İmam İbn Abni Hatim, Tabrani va Hakim qatorlarning rivoyatida mundaq bayon qilingan. Badr g'azotida Abi Ubayda ibn Jarrohning dadasi Abu Ubayda bilan ilishqa qasd qildi. Abu Ubayda o'zini qochirdi. Dadasi niyatini yanmay ilish uchun ko'p urinishqa u dadasini ilishib o'ldirib etdi. Shuning bilan yuqoridagi oyat nazil bo'ldi. Sura Hashr Madinada nazil bo'lgan 24 oyat. Nəhayət şəfqətli və mehribon Allah'ın ismi bilan boshlayman. 1. oyat. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohga tasbih etdi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. 2. oyat. Alloh ahli kitobdan bo'lgan kofirlarni tunji qitimliq surgunda uylaridan haydab chiqardi. Bu Bani Nazir Yahudlari bo'lib, ular Harun alayhissalomning avlodidan bo'lgan Yahudlardan bir guruh kishilardir. Ular payg'ambar alayhissalom bilan ahd tuzishgandan keyin ahdini buzib, mushriklar bilan birlashib oldi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ularni hatto surgunda bo'lishga rozi bo'lguchilik qo'shib oldi. Kalbi mundaq deydi: Bani Nazir qabilasi ahli kitob ichida Arab yerim orlaridan birinchi qitim surgun qilinganlar bo'lib, qolganlari Umar raziyallohu anhuning zamonasida surgun qilingan. Birinchi qitimda surgun qilinganlar Madinadan bo'lib, oxirgi qitimda surgun qilinganlar bo'lsa, Umar raziyallohu anhuning zamonasida surgun qilinganlardir. Ba'zilar oxirgi qitimliq surgun qiyomat kuni bütün insonlarning hamshargohga surgun qilinishini ko'rsatdi deb qaragan. Sizlar ularni kuchlik turib mundaq har holda chiqib ketdi deb gumon qilmagan edinglar. Ya'ni Bani Nazir qabilasi kuchlik, hurmatlik, mudofiyasi nihoyat mustahkam, xurmazorliqlari ko'p, son va urush tayyorligi jihatda ustun bo'lganligi uchun ular yurtni tashlab chiqib ketmaydi deb o'ylagan edinglar. Ular o'zlarining qurg'onlarini, o'zlarini Allohning azobidan to'siya oladi deb o'ylagan edi. Ularga Allohning azobi ular o'ylamagan yerdan keldi. Alloh ularning dillariga qo'rqinish soldi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Men bir oylik musobadan dushmanlarimning qalbiga qo'rqinish solaydigan bo'lish bilan nusrat berildim. Ular uylarini o'zlarining qo'llari va mo'minlarning qo'llari bilan buzdi. Ayni zamonda Yahudilar o'zlarining surgun qilinganligiga to'liq ishongandan keyin musulmonlarning o'z uylarida o'ltirib olishiga hasad qilib, uylarini ichidan buzdi. Musulmonlar bo'lsa teshidan buzdi. Zuhri va Urva ibn Zubayr mundaq deydi: Yahudilar payg'ambar alayhissalom bilan kelishim tuzgandan keyin uylarining to'riklarini tuguliklariga bog'lab, surtib, uylarini o'rib, yog'ochlarini to'giklariga ortib mangdi. Uyning qolgan yerlarini musulmonlar buzdi. Aql egalari, ularning holidan ibrat elinglar. 3-oyat. Agar Alloh ularni surgun bo'lishga hukm qilmagan bo'lsa edi, albatta ularni dunyoda o'ldirish bilan azoblaydi. Ya'ni agar ularga yurtidan surgun qilinish hukm qilinmagan bo'lsa edi, xuddi ya'ni Qurayzaga qilingandek, ular dunyoda o'ldirish va o'lja edish orqali azoblashga hukm qilingan bo'ladi. Ular oxiratda do'zax azobiga duchor bo'ladi. 4-oyat. Bu
ya'ni ularning surgun qilinishi shuning uchundirki, ular Alloh bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashdi. Kimki Alloh bilan qarshilashadi ekan, shubhasiz Alloh uni qattiq jazolaydi. 5-oyat. Ey musulmonlar, sizlar mayli, ya'ni nazrning xurmalarini kesinglar, mayli uni burunqi peti o'r qoldiringlar, hammasiga Alloh ruxsat qiladi. Musulmonlar, ya'ni nazr bilan urush qilgan vaqtda kofirlarni xafa qilish uchun ularning xurmalarini kesadi. Shuning bilan ahli kitoblardan bo'lgan Bani Nazr, ey Muhammad, sen o'zingni isloh qiladigan payg'ambar chog'lamsan. Isloh degan xurmalarni kesish, daraxtlarni ko'ydirish bilan bo'lamdi. Sana nozil qilingan kitobda ziminda fasodchilik tug'dirsa bo'ladi degan ta'limot bormi? Deyishdi. Bu payg'ambar alayhissalom va musulmonlarga nihoyat og'ir keldi. Shuning bilan tuvandagi oyat nozil bo'ldi. Allohning ruxsat qilishi Allohning itoatidan chiquvchilarni, ya'ni yahudlarni rasvo qilish uchundir. 6-oyat. Alloh payg'ambariga ulardan, ya'ni Bani Nazrning mollaridan qaytirgan g'animatlarni sizlar ot to'ygilarni choptirib, ya'ni ajr qilib, jafo mushaqqat tortib qo'lga keltirgan emas. Lekin Alloh payg'ambarlarni xohlagan odamga musallat qiladi. Alloh har narsaga qodirdir. 7-oyat. Alloh payg'ambariga g'animat qilib bergan ahli Qura, ya'ni Qurayza, Nazr, Padak va Haybar kuffarlarining mollarini ishchiqlardagi boylar orasida qo'ldan qo'lga o'tib yurmasligi uchun Allohga, payg'ambarga, ya'ni uning uchun xos mulk qilib berildi. Ondan uni musulmonlarning manfaati uchun sarf qiladi. Payg'ambarning xish aqrabolariga, ya'ni Hoshim va Bani Mutallib faqirlari uchun, chunki ular sadaqa elishdan cheklangan edi. Shunga ular uchun bu xil g'animatni nisiva qilib berdi. Yetimlarga, bulog'atga yetmagan kichik bolalarga, miskinlarga, ya'ni faqirlarga, ibni sabillar, ya'ni yo'l ustida xarajati o'zlib qolgan g'iriblarga xas qildi. Bu urushsiz g'animat ilingan mol-mulkni bir taraf qilishning bayonidir. Bu hukm qiyomat kunigacha kuchga egadir. Payg'ambar sizlarga bergan ilinglar. Payg'ambar cheklagan narsadan cheklaninglar. G'animatning mollaridan bergan ilinglar. Uni ilishdan cheklanganlaringlar olmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Haqiqatan Allohning azobi qattiqdir. 8-oyat. U g'animatning bir qismi diyoridan, ya'ni Makkadan haydab chiqarilgan mol-mulkidan ayrilgan faqir muhojirlarga xosdir. Ular Allohning fazlini va roziligini tilaydi. Ya'ni dunyoda rizq, oxiratda Allohning roziligini tilaydi. Kofirlar bilan jihad qilish orqali Allohga va uning payg'ambariga yordam beradi. Ana shular iymonda sodiq odamlardir. 9-oyat. Ulardan, ya'ni muhojirlardan Madinada yerlik bo'lgan, iymoni kuchli bo'lganlar, ya'ni ansorlar, yeniga hijrat qilib kelganlarni, ya'ni muhojirlarni do'st tutadi. Ularga berilgan narsalar uchun ichi torliq qilmaydi. Ular muhtoj turuqliq muhojirlarning manfaatini o'zlarining manfaatidan a'lo biladi. Ya'ni ansorlar muhojirlarga berilgan g'animatlarga keng qo'rsoqlik bilan rozi bo'ladi. Ayni chog'da muhojirlar ansorlarning uylarida turadi. Payg'ambar alayhissalom, ya'ni Nazr qabilasining mollarini g'animat olgan chog'da ansorlarni chaqirib, ularning muhojirlarni o'zlari bilan birga turg'izganligiga va mollarga sherik qilganligiga rahmat etdi. Ondan agar qolsanglar, Alloh menga
Bani Nasr qabilasidan urushsiz g'animat olgan mol mulklarni sizlar bilan muhojirlarga tang taqsim qilib beray. U chaqda muhojirlar sizlarning uylaringlarda davomli turadi va sizlarning mollaringlarga sherik bo'ladi. Va yoki sizlar xohlasanglar bu mollarni muhojirlarga beray. Ular sizlarning uyinglardan chiqib ayrim uy tutsin dedi. Shun bilan ansarlar u mollarni muhojirlar orasida taqsim qilishga ko'ngil roziligi bilan qo'shildi. O'z nafsining bexilligidan saqlanganlar maqsadga erishguchilardir. 11-oyat. Munofiqlar, ya'ni Abdullah ibn Ubay va uning hamrohlarining o'zlarining Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini inkor qilgan ahli kitob birodarlariga yurtinglardan chiqarib etilsanglar, biz cho'qim sizlar bilan birga chiqib ketamiz. Hargiz sizlarning zininglar hisobiga boshqa odamga itoat qilmaymiz. Sizlarga urush ichilsa, cho'qim sizlarga yordam beramiz deyishganligini ko'rmadingmi? Ondan Alloh taolo ularning yolg'onchiligini oshkorlab mundaq deydi. Alloh guvohlik berdiki, munofiqlar ular bilan birga chiqish va ularga yordam berish haqidagi va'dalarda cho'qim yolg'onchilardir. 12-oyat. Agar ular haydab chiqarilsa, munofiqlar ular bilan birga chiqmaydi. Agar ularga urush ichilsa, munofiqlar ularga yordam bermaydi. Amaliyotda ular haydab chiqarilgan, ya'ni Nasr qabilasi bilan chiqib ketmadi va urush qilgan Haybardagi, ya'ni Qurayza qabilasiga yordam bermadi. Bergan taqdirda mag'lub bo'lgan holatda yuz o'rib qochadi. Buningdan keyin munofiqlar hargizmi g'alabaga erisholmaydi, balki Alloh ularni xor qilib etadi. Shunga ahli kitob yordamga erisholmaydi. 13-oyat. Shubsizki, sizlar ularning dillarida Allohga qaragandimi qo'rqinchliksizlar. Ya'ni musulmonlar, yahudilar va munofiqlar sizlardan Allohdan qo'rqqandanmi bayroq qo'rqidi. Bu shuning uchundirki, ular Allohning ulug'ligini tushunmaydigan qavmidir. Agar bilsa edi, amaliyotda Alloh taolo musulmonlarni ular ustidan haqiqiy g'alabaga erishtirguchidir. Shunga ular Allohdan bayroq qo'rqish kerak. 14-oyat. Ular faqat mustahkam shahar ichida yoki tomlarning orqasida turgandala, ondan sizlarga qarshi birlashib urush qila oladi. Ularning urushi o'z ishida qattiqdir. Ularni deb o'ylaysan. Amaliyotda ular ko'rinishdala bo'lib, ishki jihatda qalblari, fikrlari, havoyi havaslari bir-biriga zid. Halbuki ularning dillari tarqoqdir. Bu shuning uchundirki, ular tushunmaydigan qavmidir. Agar tushunsa edi, haqqa agashgan va ixtilof qilmagan bo'ladi. 15-oyat. Ular, ya'ni yahudilar, ulardan ilgari yaqinda o'tgan qilmishlarining vabolini tetiganlarga, ya'ni mushriklarga o'xshaydi. Ya'ni Bani Nazr g'azdidan 6 oy ilgari Badr g'azdida o'ldirilgan mushriklarga o'xshaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. 16-oyat. Ular, ya'ni munofiqlar, yahudlarni urushga qiziqtirib qo'yib, beshiga kun tushganda yordam berilmaslikda shaytonga o'xshaydi. O'z vaqtida shayton insonga kofir bo'lgan dedi. Inson kofir bo'lgan chaqda shayton men sendan ado judaman. Men haqiqatan olamlarning parvardigori Allohdan qo'rqaman dedi. 17-oyat. Ularning, ya'ni shayton bilan insonning oqibati birlikda do'zaxga kirish. Do'zaxda mahkum qilish bo'ldi. Ana shu zolimlarning jazosidir. 18-oyat. Ey mo'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni Alloh buyurganini qilish, to'sqandan yenish orqali Alloh azobidan saqlaninglar. Har odam ata, ya'ni
qiyomat kuni uchun yaxshi amallardan nimalarni tayyorlaganligiga qarasin. Allohdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. 19-oyat. Sizlar Allohni unutgan, ya'ni Allohning buyruqlarini o'rindamagan va toat ibodatiga parvo qilmagan. Shuning bilan Alloh ularga o'zlarini unutildirgan kishilardek bo'lmanglar. Unutuldirish bo'lsa, ularni o'zlarini do'zax azobidan qutuldiradigan yaxshi amallarni qilish bilan shug'ullanmaydigan qilib qo'yish bilan bo'ladi. O'tganlarning mundaq bir so'zi bor. Ular bayashat vaqtida Allohni unutdi. Shuning bilan Alloh ularning qattiqchilik vaqtida o'zlarini unutildirdi. Ana shular fasiqlardir. Ya'ni Allohning toatidan chiquvchilardir. 20-oyat. Ahli do'zax bilan ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa maqsadga erishguchilardir. Ya'ni butun talablariga erishguchilardir va butun yomonliklardan qutulguchilardir. 21-oyat. Agar biz Qur'onni biror taqqa hosil qilsak, cho'qim sen uning Allohdan qo'rqqanlikdan bosh ekanligini, yerilib ketganligini ko'ratding. Ya'ni Qur'ondagi vaz nasihatlarning ulug'ligi, balog'ati va umumiyligidan insonning qalbini yumshatib etadi. Hatto agar Qur'on shundoq qattiq taqqa hosil bo'lgan bo'lsa-mu, taq Allohning kalomining hurmatini to'liq ado qila olmay, azobga duchor bo'lib qolishidan qo'rqib, parcha-parcha bo'lib ketgan bo'ladi. Biz bu misollarni kishilarga ular Allohning qudratini fikr qilsin, ya'ni buyruqlarni bejo keltirsin, to'sqinlardan yonsin deb bayon qilamiz. 22-oyat. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U yoshirinni, oshkorini, ya'ni hissiy a'zolar bilan belgili bo'ladigan va belgili bo'lmaydigan hamma narsani bilguchidir. U nihoyat shafqatlidir, nihoyat mehribondir. Ya'ni dunyo va oxiratda keng rahmat egasidir. 23-oyat. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Bu jumlani ikkinchi qatim takrorlash ta'kid uchundir. U mutlaq podshohdir, ya'ni butun maxluqotning malikidir. Pokdir, ya'ni hamma nuqsondan pokdir. Mo'minlarga salomatlik beg'ishlovchidir. Do'stlarni qo'rqinishdan, azobdan amin qilg'uchidir. Hammani ko'zitib turg'uchidir. G'olibdir. Qahr qilg'uchidir. Ulug'liq egasidir. Mushriklarning sherik keltirgan narsalardan pokdir. 24-oyat. Alloh hammani yaratquchidir. Yo'qlikdan paydo qilg'uchidir. Hamma narsaga surat, shakl beg'ishlovchidir. Eng chiroyli ismlarga egadir. Osmonlardagi va zimindagi narsalar uningga tasbih aytib turadi. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Assalomu qarindoshlarim, davomli diqqat bergaysizlar. Kitob o'qish munbiri avlodlar turbit tarafidan hozirlandi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.